Biz boshlaymiz. 3-2-1. Omad yor bo'lsin. Ketdi start. Tarixiy o'yin boshlandi. O'zbekiston terma jamoasi tarkibi: O'tkir Yusupov darvozada birinchi raqam, ikkinchi raqamda Nisbatan kichikroq, lekin nuqtasini zo'r sezadi. Sakrab bosh bilan zarba berish nuqtasi. Xavfli vaziyat. Ichkariga uzatma, birinchi to'p. Xavfli vaziyat. O'tkir Yusupov. O'tkir Yusupov. Uning ismi. lekin ofsaydda emas futbolchi zarba yo'llagan ekan. Mana shu tomoni ham bor. Bu Chaprog'ida esa hozir. Xavfli vaziyat. juda oson ketishdi. Rustam Ashurmatov 5-chi, o'ng qanotda Hojiakbar Alijonov. Ashurmatov yaxshilik lozim edi. Havodan bo'ladi hozir. Yana o'tkazib yuborishyapti. Darjoyi. O'tkirjon Yusupov qutqarding, gap bo'lishi mumkin emas. Jim bo'lib qoldik, o'tkazib yubordik-da. Va Yusupovdan super sey. Bu qiyin zarba edi. Ha, sakradi to'p. Keyin uni qaytaramiz. Turib beramiz, sabr qilamiz. Mana shu tomondan havodan uzatma amalga oshiriladi. Kim birinchi? To'p uchun kurash. Goldek qabul qilamiz. Goldek qabul qilamiz. Yusupov. Bugun olib chiqding bu o'yinni. O'tkir ishchi. Tep qushdagini chal, ramziy ma'no bo'ladi. Chal. Badze, jamoa hammamiz birgalikda. Qiyinda hozirgi vaziyatda qanday o'ynashni. Burchakka yaqin joyda va Chaldi! Biz jahon chempionatidamiz. Jahon chempionati! Tabriklar! Do'stlar, orzu O'tkir aka, avvalambor o'yinning eng yaxshi o'yinchisi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Ushbu g'alaba O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqdi. Mana shu sovrin haqida fikrlaringiz, qanchalik baxtlisiz hozir? Sovrin o'z yo'liga, hozir butun xalqimiz xursand. Duolari bilan shu joygacha keldik. Biz oldimizga qo'yilgan maqsadni erishdik, jahon chempionatiga chiqdik. Bu nima deydi? Hozir til bilan tasvirlab berish juda qiyin. Bizga armon bo'lib qoldi. Mana alhamdulillah jahon chempionatiga chiqdik. Endi nima deymiz? Xalqimiz duosi bilan, ota-onamiz duolari bilan erishdik. Rahmat. Ichimdagi hissiyotni tasvirlab bera olmayman. Rahmat. Otabek aka 34 yillik orzu amalga oshdi va nihoyat nasib qildi. Hozir juda ko'pchilik ko'zda yosh bilan vatandoshlarimiz qarshi olyapti. Aytingchi, futbolchilar nimani his qilyapti? Qanaqa kayfiyat? Bismillah. Avvalambor hammaga katta rahmat. Hozir mana shu 34 yil deganingizga ko'zim yosh keldi. Chunki faqat jahon chempionatiga chiqib qolmay ko'z yosh qilganmiz. Alhamdulillah, Alloh yetkazdi, meni quvonch ko'z yoshlariga yetkazdi. O'ylaymanki, biz haqli edik bunga erishishga. Bu faqat bizlarda futbolchilarda yutuq emas. Biz harakat qildik, biz o'zimizning qo'limizdan kelgan amalni qildik. Alloh bizga shuni nasib qildi. Bu butun o'zbek futbol muxlislarining bayrami. Mana shunday ulug' kunda bizni duo qilib, qo'llab-quvvatlab, bizga uzoqdan bo'lsa ham, mana shu hajlarda uzoqda bo'lsa ham davlatimiz rahbari, o'zimiz ahli ilmlar hammasi duo qilishdi. O'ylaymanki, Alloh o'shaning uchun bizlarni mana shunday ulug' bir kunda, ertaga Qurbon hayiti, bugun Arafa kuni, mana shunday ulug' bir kunda yanada xalqimizga bayram ulashdik. O'ylaymanki, biz buni mana siz aytganingizdek 34 yil kutdik. Alhamdulillah, Alloh yetkazdi. Allohga behisob shukr. Otabek aka, men nafaqat o'zimning nomimdan, butun xalqimizning nomidan barcha futbolchilarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, vatanparvarlik uchun, mana shunday o'yin uchun, mundial yo'llanmasi uchun rahmat. Men aytardimki, yana bir bor o'sha ko'pni duosi ijobat. Bizga oldin har doim bir qadam yetmasdi. Mana shu ko'p kishi xohlab, ko'p kishi qo'llab-quvvatlab, mana shu butun xalq qo'llab-quvvatlagani uchun mana bizlar bitta o'yin oldi, o'z vazifamizni bajardik. Allohga behisob shukr. Yana bir bor butun o'zbek xalqini, butun bizga xizmat qilgan hammani chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat kattakon.